Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov kechagina Manchester City safida ilk sovrinni qo'lga kiritib, hozir terma jamoa mashg'ulotlariga kelib qo'shilgan. Manchester Cityda hamyurtimizning eng yaqin do'stlaridan biri Manchester Cityda o'ynayotgan Bernardo Silva ayni yil jamoani tark etishi aytilmoqda. Taxminlarga ko'ra, uning keyingi manzili Barselona yoki Juventus, Al Nassr kabi jamoalar bo'lishi mumkin. Shu mavzu futbol olamida katta qiziqish uyg'otmoqda, chunki yirik transferlar har doim muxlislar uchun muhim. Oston O'runov bizning iqtidorli o'zbekistonlik yarim himoyachi. Hozirgi vaqtda u Eronning Persepolis jamoasida faoliyat yuritmoqda va O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun muhim futbolchi sifatida tanilgan. U o'zining texnikasi, tezligi va maydondagi ijodi bilan ajralib turadi. Oston O'runov yoshligidan futbol maydonida o'zini namoyon qilib kelmoqda va bir necha mamlakatlarga klub darajasida ham o'zini sinab ko'rgan. Hozir esa uning qobiliyati va natijalari xalqaro maydonda ham e'tiborni jalb qilmoqda. Hozirgi paytda Manchester City Oston O'runovni kuzatmoqda. Bu ehtimoliy transfer ayniqsa O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinlarida diqqat bilan ko'rib chiqilishi mumkin. Chunki Abduqodir Husanov kabi o'zbekistonlik futbolchi allaqachon Manchester Cityga o'tgan va u yerda o'zini ko'rsatgan. Shuningdek, Oston O'runov milliy jamoada yaxshi o'yin ko'rsatib, maydonda o'zini yuqori darajada namoyon etsa, Manchester City unga ehtimoliy transfer imkoniyatini berishi mumkin. Nima uchun muhim? Yosh va iqtidorli futbolchi sifatida O'runovning ko'rsatkichlari kelajakda yirik klublarni qiziqtiradi. Milliy jamoa o'yinlari unga imkoniyat beradi, chunki bu o'yinlarni yirik klublar kuzatib boradi. Hozirda Bernardo Silva agarda Manchester Cityni tark etadigan bo'lsa, Manchester Cityda Bernardo Silva o'rniga Oston O'runov ajoyib variant sifatida ko'rilib chiqilishi mumkin. Agar O'runov Manchester Cityga o'tsa, bu O'zbekiston futboli uchun yana bir tarixiy voqea bo'ladi. Ya'ni ikkita o'zbek APLda top suradi. Albatta do'stlar, bu juda ham ajoyib voqea bo'lgan bo'lardi. Ya'ni ikkita o'zbek bitta jamoada o'ynaydi, biz esa ularning o'yinlarini sevib tomosha qilamiz. Abduqodir Husanovning muvaffaqiyati shuni ko'rsatadiki, o'zbekistonlik futbolchilar yirik Yevropa klublarida ham o'zini ko'rsatishi mumkin. Qadrli do'stlar, albatta Oston O'runovning Manchester Cityga transferi bu juda ham katta voqea bo'ladi. Hozir Manchester City diqqat bilan yarim himoyachi izlamoqda va Oston O'runov Manchester City uchun juda ham ajoyib variant bo'lishi mumkin deb Yevropaning nufuzli manbalaridan biri Sport Moli nashri shu haqida yozmoqda. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Oston O'runov va Abduqodir Husanovlarga va O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir Husanov, olg'a Oston O'runov" deb yozib qo'yishni unutmang. Va mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.